1997-yil Mercedes-Benz o'zining yangi ixcham A-klass modelini katta umidlar bilan bozorga chiqargani vaqt edi. Ammo Shvetsiyadagi odatiy bir test sinovi kompaniyaning asrlar davomida yig'ilgan obro'sini bir kunda yer bilan yakson qilishga sal qoldi. Siz obuna bo'ling, men esa hozir bu qanday bo'lganini aytib beraman. Gap shundaki, Skandinaviya davlatlarida trassaga kutilmaganda yirik bug'u sakrab chiqishi juda ko'p uchraydi. Shvetsiyalik jurnalist Robert Collin yangi Mercedes bu vaziyatda o'zini qanday tutishini tekshirish uchun test o'tkazadi. U taxminan 65 km/soat tezlikda to'siqdan qochish uchun rulni keskin burganida markazdan qochma kuch va baland klerens tufayli mashina kutilmaganda sharmandalarcha to'ntarilib ketadi. Bu kadrlar chaqmoqdek butun dunyo bo'ylab tarqaladi. Nemis avtogiganti ustidan hamma ochiqchasiga kula boshlaydi. Ammo Mercedes rahbariyati bu inqirozdan zo'r texnologik yechim bilan chiqib ketgan. O'shanda kompaniya zudlik bilan sotilgan barcha